Ol zinani ko'p ko'ra bergan ekan adam ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Zina keyin oladi. Mana erotik kinolar ko'ra bergan ekan adamning ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Onun miyine Kur'an kirmay qiladi. Onun yuragine Kur'an toza odamga kiradi. Bilib qo'yingizlar, Kur'an toza odamga kiradi. Bizda hozir yoshlarni o'shunday qilib tashladi. Hozir ana 7-8 klassdan boshlab kendiga najot o kempirlarimizga cheyin shashlaridan necha turli formada kelib chiqyapti hozir. Biroq o'ramal taqqanlarda vahabis, saqal taqib qo'ygan vahabis. Sen kimsan unda? Sen kimsin? Sen ne deb aytib oladi? Bular bizning ata-bobomizning dasturimen yurmaydi. Sen kimning dasturimen yursin? Bizning qaysi ajamiz putuna triko kiyib olgan edi? Kim aytadi? Ha? Bizning qaysi ajalarimiz futbolka kiyib, ishini buzgantirlarini ko'rsatib yurgan edi? Qaysi qozoqning ibali ayoli bitib yurgan edi? Kim aytadi? Hech kim aytolmaydi. Sebebi qozoqning ayollar o'ta uyatchan, o'ta arlamshil bo'lgan. Petropavlskda bizning bir ağalarimiz bir uyga borib qoladi. Son uyga borsa qarshi bir surat turdi, surat. Bir ayol kimishik bilan turdi. Bir tiri odamday turadi. Tiri odamdayda keyin bizning ağamiz so'raydi, "Ona ayol kim?" deydi. Shuncha jangaga "Bu mening onam" deydi. Bu kishi suratda jaman ko'ratin edi. Tig'ilib yurib aytib bir tushirib olganmiz bu kishini deydi. O'sha kishi jastayindan o'sha kimishik bilan o'sgan ekanda. Sovetning davri ol o'zi qariyning kelini ekan qarangiz. So Petropavlskdan ikki yigit Turkiyaga o'qishga ketadi. Ikki yigit Turkiyaga o'qishga ketadi. So Sovetdan oldingi davrda. Sodan bular çok bo'lib ketadi-da 10 yildan keyin xat keladi. 10 yildan keyin mening serigim yolda o'ldi, men qari bo'ldim. 10 yilda qari bo'ladi. Yana men bilim o'qimoqchiman deb turib 5 yil o'qiydi-da, 5 yildan keyin 12 tuyaga kitob artib keladi. Sol qarining kelini bo'ladi-da bu kishi. Bu endi tushgan kelin bo'ladi. Sovet kirib kelgan vaqt. Sonra uzoqdan atmen, ya'ni selchivet kelayotgan bo'ladi. Bu ayol jangi suv olayin deb quduqqa suv olib turadi-da, uzoqdan kelayotgan jangi o'zining qaynag'asining oldin kesmay turadi-ku. Mana qozoqning ayoli. Ha? Qozoqning ayoli erkakning oldin kesmagan. Hozir betinga tupurib beradi, chapaloqni solib beradi hozir. Qozoqning shinimen mana kishigi bizning apalarimiz o'sinday bo'lganda, qarang uzoqda kelayotgan selchivetning oldin kesmaydi, indamay turadi. Sodanga chaqir selchivet keladi, qodaysiz keladi-da, sen yig'ib tursin dedi. Qaynag'asiz o'tib keting. Sen o'shincha vaqtda bekor o'tkazyapsan. Sen mana dinning sarqisini kiyib olgansan, sen qariding kelinisan. Seni petsavetga sanamiz, bar petsavetga dedi. Uyine borib ba'rini qo'yib bo'lgandan keyin petsavetga boradi. Petsavetga borsa, jangi petsavetda sonday ursal, mana deydi, qariding kelini deydi. Mening oldimda kesbesdan keshagi eskilarning sarqirtining amalini isteyapti deb ursat. O'sha kelin tursin deydi. Kelin turadi. Sol vaqtda jangi kelin 21 yashar kelin bo'ladi. Men butun yelning arasida bilsen deydi, o'shinday nega salamin, boshingdagi o'ramaling shishib tashla deydi. Sonda jangi qozoqdan Batır kençege qaynağa dedi. Bul kimeshik dedi. Mana moyinmen ketedi dedi. Mana bul qozoqning kencheklari. Kechagi bizning apalarimiz, bizning ajelerimiz, ular o'shunday namusli bo'lgan. Putuna triko kiyib olib turib, futbolka kiyib olib turib, vahabis, sahabis yo'q. O'ragan qizlar bizning ar namusimiz, ular bizning iymonimiz. Ular kelishik analari, cennet analar ayağın astaydı, mini o'shinday analar. Shashini bari qirib tashlagan, yerni maymilga o'xshab turib bo'yab emas. Balkim bizning analarimiz mini o'shinday bo'lgan. Sonda жаңа buning yerning bari ayhaylab, qariding kelini bo'l, tispegini. So'ksa
ajib 4 yaşqa barib bir 80 yaşqa ötüp qaytib bolgan ekan. Sonda sol kemeshegen taslanmagan ekan. Bizning qizlarimiz, ayollarimiz albatta hijobdan juruvi, ol bizning aramiz, ol bizning namusimiz bor. Jarim janaga shuru Allah saqtasin bu namussiz odamlarga sankes narsa.